Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz, Instagram muxlislari, YouTube muxlislari. Bugungi obyektimiz Samarqand Urgut tepa rayonidamiz. Urgut tepa rayon deyishar ekan. Xo'p, bu yerga go'sht mahsuloti uchun holodilniy montaj qildik. Kuchli motor minisovoy o'rnatdik. Ishlash jarayonini ham boshlab oldik, video bo'lishi. Yog'larimiz, riyonlarimiz zo'r aylanyapti. Yog'larimiz peynirlari qaynashi va cho'tki. Bu yerga sal uzunroq montaj bo'ldi. Kech bo'lsa ham video olishga qaror qilaylik, chunki ketyapmiz. Xudo xohlasa uyga yetsak. Bu yerga o'njalimizdan nima deydi, komplektimizdan 8 metr, 7 metr lishli truba ketdi, montaj qilib, gazini ham kerakligini dalilga qilib, o'sha haroratli ham ichkarida tushib, o'sha obratkalar ham muzlatganlar edi. Mana o'sha obratka ham proplashni boshladi. O'z ichkariga kirib, sen ichimizdan yig'ilib bo'ldik. Shu ichkaridan harorat tushishini ko'rib, baho beraylik, xudo xolisa. Mana sen ichimizdan yig'ib bitkizib, ishga tushirib oldik. O'sha harorat 8.2 ga tushibdi o'sha. -8. O'sha 20 minutda -8 ga tushib, amperlar ham joyda, o'sha ishga Spiritimizde neşelikli bo'ldi. To'rga 270, yeni 3 bo'ldi. Xohlasa bitkazib, egalarga ham topshirib oldik. Xudo xohlasa kim shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsa, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, rahmat. Bu yerda go'sht mahsulotlariga qo'ydik. Xudo xohlasa egalar Otamurod bu do'konni, haliga nima deydi, showroom bo'lyapti, go'sht showroomini. Savlatga boshqaradi, yurg'izadi. Yaxshimi, ma'qul keldimi, chiroylimi? Urgutga kelaverasizlar. Xudo xohlasa go'sht optimga tarqatishadi. Kimga xizmatli kerak bo'lsa, go'sht mahsuloti kelishaveradi. Gap yo'q. Mana menga rahmat.